uyingizni, ya'ni xonadoningizni isitishga sababchi bo'layotgan shu nasoslar qancha elektr energiya sarflayotganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Qarshilikda Grundfos firmasiga tegishli ikkita nasos. Birinchisi oddiy UPS modeli, ikkinchisi aqlli chistotli Alpha 2 modelida. Bu nasoslarimizning farqini birma-bir ko'rib chiqamiz. Buni bir-biridan farqi elektr energiya tejamkorligidadir. Elektr energiya sarfi UPS modelida o'rtacha 60 vattdan 90 vattgacha tok tortadi. Alpha 2 25 modelida 3 vattdan 40 vattgacha tok tortadi. Sababi Alpha 2 da nasos suv bosimiga qarab o'zi o'chib yonib ishlashining sababiga kam tok tortadi. UPS da постоянно ikkinchisi ko'pchiligimiz qo'yamiz, постоянно ishlab aylantirgani uchun 60 vattdan 90 vattgacha tok tortadi. Ya'ni yiliga 750 kilovat oddiy nasosimiz, 300 kilovat Alpha 2 nasosimiz. Yiliga 450 kilovat razitsa bo'lyapti deyapti. Bu degani taxminan o'rtacha 450 ming, 500 mingga yiliga bitta nasosdan yutamiz degani. Bizda sifat narxdan ham ustun turadi. Shu sababdan o'zimizga ravo ko'rgan narsani biz mijozlarimizga ham ravo ko'ramiz. Faqat narxida ozgina qimmatroq, lekin elektr energiya sarfidan ancha yutamiz.